hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yangi Arab gazetining 23-iyundagi xabariga qaraganda, Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olishni maqsad qilgan Amerikaning qonuni ijro qilinishga boshladi. O'tgan yili 12-oyda Amerika prezidenti Jo Bayden imzolagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning butunlay yoki qisman import qilinishini cheklaydi. Davlat ishlari kotibi Antony Blinken seshanba kuni qonunning kuchga ega bo'lishi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligi qurultay va tarmoqlar aro sheriklarimiz bilan atalmish Şinjandagi majburiy emgakka davomli zarba berish va kishilik huquqning daxli taruz qilinishiga qarshi xalqaro moslashishni kuchaytirishga va'da berdi dedi. Amerika İslam Münasebeti Kengashining hukumat ishlari direktori Robert Makkao ommaviy bayonotida Xitoy hukumatiga Uyg'ur musulmonlarini nishon qilgan irqiy qirg'inchilikning millatimiz yoki xalqaro jamiyatning nazaridan saqit qilinmaydiganligini bildirish uchun cho'qim Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini kuchli turda ijro qilish kerak dedi. Turkiyada chiqadigan eng oxirgi minut xabarlarining 21-iyundagi xabarida aytilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining zo'ani bo'lgan Wang Wenbin atalmish Şinjanda majburiy emgakning borligini Xitoyga qarshi kuchlarning Xitoyni qoralash maqsadida to'qib chiqarganligini, Amerikaning buni kishilik huquqni qo'g'dashni bahona qilib azaytganligini, Xitoyning buningga qarshi tadbir qo'llanib, Xitoy fuqarolari va shirkatlarining qonuniy haq-huquqi va manfaatini qo'g'daydiganligini aytib turgan. Shaxsiy manfaat uchun har qanday razil qilmishlardan voz kechmaydigan Xitoy albatta aylanib qolmaydi. Biz haqning, adolatning bir kuni hammadan g'olib keladiganligiga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmaymiz. Izchil olg'a ilgarilasak, vatanimizning mustaqilligining asliga kelishi muqarrar. Washington tekshiruvchi gazetining 21-iyundagi xabarida Xitoy telefon iz qo'g'lag'ich orqali nazoratni kengaytirdi va Uyg'urlarni farqlantirdi. Doklad qilinishicha, Xitoy hokimiyatni mustahkamlash maqsadida fuqarolarni nazorat qilish va ularning to'r xotirasini shakllantirish tirishchiligini kengaytgan. New York vaqt gazetining tekshirishiga qaraganda, Xitoy amaldorlari telefon iz qo'g'lag'ich orqali bir qism kishilarni kuzatib, ularni farqlantirib tunib olgan. New York vaqt gazeti raqamli jurnal China File ta'minlagan rayondagi hukumatning xaridor chaqirish to'xtamiga munosabatlik 100 mingdan ortiq hujjatni tekshirib, Xitoy amaldorlarining ommani tekshirishga solgan mablag' va tirishchanligi to'g'risida bir qancha tafsilotni bayqadi. Masalan, Xitoy katiboshlari kishilarning ko'chma telefon faoliyatlari orqali ularni tonigan. New York vaqt gazetining xabariga qaraganda, Guangdongdagi yerlik soqchilar telefondagi Uyg'urcha Xitoycha lug'at detalini bayqash maqsadida iz qo'g'lag'ich ishlatgan. Bu xil uchurlar telefon ishlatuvchining Xitoy hukumatining qattiq nazorati ostidagi Uyg'ur yoki emasligini aniqlash uchun ishlatilgan. Bu texnika asosligi abonentlarning Wi-Fi asosidagi to'r faoliyatini o'g'irliqcha anglaydigan to'r analizchisi Wi-Fi sniffersga tayinadi. Xitoy amaldorlari yana Yanfon iqimini to'sadigan va abonentlarning o'rin uchurini qo'lga tushiradigan IMSI tutqich uskunasini ishlatgan. Bu texnikalar dastlabda 2017-yili tanlangan rayonlar uchun ishlatilgan. Ammo keyin Xitoy cho'ng quruqlikdagi 31 o'lkaning hammasiga kengaytgan. Xitoy yana chiroy farqlantirish, DNA, ko'z pardasi tekshirish va ovoz izi qatorliq uchurlarni to'plashga boshlagan. Xitoy dunyo miqyosida eng ko'p kuzatish kamerasi bor davlat bo'lib, ommaviy so'rovlarda ko'rinarli o'rinlarga o'rinlashtirgan. Yerlik amaldorlar kameralarni shaxsiy korxonalarga, o'ltiraq rayonlarga o'rinlashtirish uchun besim ishlatgan. Xitoy yana kamera orqali xotirlagan ovozni o'z ichiga olgan boshqa dalil isbotlarni kuzatish uskunalari orqali yig'ib saqlagan Xitoy ko'z pardasi va DNA sonliq ma'lumot ombiriga ko'p mablag' solgan. 2017-yili Sharq Turkistonda tunji qatim ko'z pardasi sonliq ma'lumot ombirini qurgan. Erlardan DNA avrishkisi yig'ishga boshlab, bu uchurlarni yakka hukumat sonliq ma'lumot ombiriga to'plashga uringan. Bu tirishchiliklar Xitoy amaldorlarining talabi bo'yicha fuqarolarning atrofliq arxivini turg'izishdagi texnik muhim urinishning bir qismini qiladi deyildi. Yotoqsiz, uysiz, saroysiz, kanitsiz yashashim mumkin. Sevganlarimdan ayrilib qolishim mumkin. Yaqinlarim xiyonat qilishi mumkin. Hamma narsamdan ayrilib yashay olishim mumkin, ammo bayroqsiz mavjud bo'lishim aslo mumkin emas deydi turk shoiri Arif Nihat Asya. Bundan eng oxirgi nafasga qadar vatan uchun kurash qilishdan iborat yashash maqsadini, umrning ma'nosini ko'rib olish tez emas. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.